Hurmatli tomoshabinlar, men Ro'zaxon Tudaxondan sizlarga o'tliq salom, oliy ehtirom, rahmat sizlarga. Mana bugun Abida sherikati tajdarini ilib, Baray sherikati alayib qo'llab, Faxriy sherikati yaqindan hamkorlashib, milliard nomidagi sahnani qurib, bu orzuyimga yetib oldim. Rahmat sizlarga. Ya nima qiliq bu? İnim, qanday ahvolingiz? Ha. Buga varadasiz bir to'p kirib ketibdi, mavlar meni yetibdi. Qanday Dilshodga qaraysan qo'y. Alloh qo'lni bilan yapaqamsa. Rahmat, rahmat. Yenim saqam bugun o'zingizni topdingiz dedi. Shu men necha kun yuturqib yamaz dedim aka o'zimni. Qanday qilsam, ot buniki siz qilsiz, men qilaveraman aka, o'zimni qilaveraman masam. Mana mushuni kutganmiz sizdan saqam. Bizim ishlatmasak bo'lmaydi-da sizga. Shuni akamsan. Nima qilaveraman meni? Nima? Yotoq yotaverman qo'yam desam, "Voy, dachiga o'rinlashtirma, dachiga" dedi. Qo'shib ketdim, Shamsiyadan, "Ha, ot chiqaryapti." 3 kun chiqitgan-da ot degan. Xo'shal, ha, shuni bilan endi men bir kasbiy riyosatchi bo'lmasammi, o'sha adamninki madad berishi bilan, qo'llab berishi bilan ashada o'zimga tushliq rolimni joriy qildim. Bu riyosatchilik kasbi ras oson kasb emas. Oson emas endi. Rahmat. Endi mushu munosabat bilan Mishad o'tag'an bizningki xalqimizning faxrli o'g'lon bo'lgan riyosatchi akam Qaysar akamga, o'zimning hadam Shamsiya adamga riyosatchilardan, Gulshan Mamat Tursunga, Dilara qatorli riyosatchilarimizga, ham Shinjondagi har millatdan bo'lgan barliq riyosatchi qarindoshlarimga bir rahmatimni aytaman, tashakkur etaman. Rast gapni deymi? Ustab o'ldim. To'g'ri tushunolmadi. Qanday qilma? Elim mega adash Abidani e'lonlabdimiz juma saybidan. Qanday deysiz? Agar ma'vo nimanikini qilib olgan bo'lsak, bu yerga ishchannikini tizib olgan bo'lsak, shijajing ishlarga chiqatgan emas. Bir kuni yasam og'zimdan ko'p chiqib. Bir kuni yasam ko'p chiqib. Shamsiya demsam ishki bo'g'im bo'lib chiqdi. Qaysar akansam kichkina chiqdi. Shuning bilan bu yerda shunday qilib riyosatchilik qildim. Endi u navob programmasi Shamsiyada bilsa, oyda 3 kun surat qildi. Qolgan 27 kun bekada men. Jog'sar ketman. O'ljiga bosam. O'ngcha yilqi mening chaqchaqlarim qo'yilib bo'pti deyishida. Cho'lpanlar qildim. Bosam kichik vallama, cho'nglama. Bo'lamat qilsa juma saqam. Puhu, sunlan naq benim çoğun apam boşta kalmaz bu kara. O bir hedim naq şu, ana yetil depse saqam. Xel nima qilib qopdim endi men dedim. Jog'say chiqsam, jog'saydikilar Xalmurat akamning og'ilari bor. Va, tutib o'tibsa, ish chiqirib o'tibsa. Yaraysan, ammo Shinjonda ishtayni bizning jog'sayni 4 ko'zchilik qilib sen-da. Bu yoqqa mangsa, bu yoqqa mangsa, va qanday qilma aka tashga u riyosatchilik degan dedim. O'zing sen yana hal kirganda qo'ldi. Ya vaqt qol kirdi-ku. Kirsam uni ustiga ayalim, "Voy, bizning ro'za hozir men parlashmaydigan bo'lib ketdi." Shuninglarda cho'lpon bo'lib qoldim buni men deyman-da. Chaqchaq. Bu cho'lpon bo'lish ras asar emas. Cho'lpon bo'lish uchun ajr qilish kerak, mehnat qilish kerak. Mana pastda o'tiribdi cho'lponlarimiz Xalmurat aka, Toshmat aka. Töt hadam hamda Qaysar akam. Endi shu chaqlarda menda bir ish mod bo'lib ketgan-ku. Shu naqsh kechilik o'tkazgan. Ras. Bisib o'tkazdi naqsh kechilikni. Endi bu kechilik deganni tonulib xalqimizning e'tirof elishiga erishgandan keyin, chavoqlarga erishgandan keyin xulos sifatida yakun bo'lmas bir yil tayyorlik qilib
bir qitim mındaq jangni qo'ydigan bir narsa. Men ashta o'ylayman shaxsan. Sizlarchi shundaqmi o'qimadim. Shunchada tonilish bilan chattig'i yo'q, kechilikli qildiganlar bo'lib ketdi degina. Shundan bir kuni bir telefon kelib qoldi menga. Oyan, hamda boshlandi. Bilib, "Voy, desam, "Ya Ro'zaxonma" dedi. "Ha, men shu kim desam, "Ha, tanımading degina meni." "Voy, kim sen?" desam. "Men Abdulmit Aysa" dedi. "Voy, Abdulmit Aysa, qaysi Abdulmit Aysa?" "Cho'lpon-ku men." Bütün Abdulmit Aysa'ni izlab baqdim. Qaysi cho'lpon deb. "Ya ada sen nimning cho'lponi, nimaning cho'lponi?" "Naqshining cho'lponi-ku" deydi bu. To'xta, naqshining cho'lponi bo'lsa. "Ya ada, xapamig'in hamda so'rab aytaqama, qaysi naqshini aytgan sen?" "Hamda aytmam deyim." "Hamda aytgan cho'lpon-ku." Bo'padi menga. "Va, bo'ldi, cho'lpon, xapamig'in adash, to'nmay qaptimi Abdulmit Aysarim?" "Xo'sh, adash, men nim qilib birman?" Sen, "Adash, bunda, Ro'zaxon. Mava Urumchida bir cho'ng tipdiki naqmaydigan bir naqshchilik qilay degan, qara. Shuningga ham zamman bunda tonilib qolding degina bayoqning orasida." 10 tiyinganmi demini. "Va, xo'sh adash, xo'sh desam, bu yerda bir riyosatchilik qilib bersan qanday bo'lar?" dedi. "Va, bo'ldi adash, gap yo'q qilib beray. Amsa qara, o'zan bu 17-chisla bo'ladi bu kechilik. U kuni chislaga 10. 7 kun bo'ldi. Shuningga Ro'zaxon, aeroplanda kelamsa, mashin bo'lab kelamsa, qanda yataq tushsang, hammasini men oxirida o'zim отчет qilaman. Keliver dedi. "Ya, yana bir riyosatchi kimni qilsa, men ko'nglim shu Shamis adam tortadi meni." "Sen degina" dedi. "Shamis adam bor, adam, bizamning adam. Shamis adam ikkimiz, qas chiqirib yetamiz kechligingni, deb biz qilib beramiz biz ham." "Shamis ham bo'ladi" dedi. Ama ben katta bir cho'lponni o'ylayapman, ama bu topamidi bu cho'lponni. Bo'ldi adash, shundaqda Shamis adam nomerini evet berib, o'zing paranglash qolgan o'chib yegaylarini aytsam, "Ma'qul" dedi, telefonni qo'yib, "Atsa aeroplan bilan." Nepla? Urumchi keldim, ham normalroq menda xilqi 150 so'mlik, 200 so'mlik yataqlat yasam bo'ladi. Ham oblum deyso'dga, deb ketdi-da. Tumaristili yatayimda 250 so'm tumaris o'chaqda. 250 so'mdan yetib oldim. 5 gün o'tdi. Abdulmit Aysa izlab qo'ymadi meni. Ve 3 kuni gumon tushib qoldi-da menga. "Ey Ro'zaxon, bu qanday qo'yatdi? Bu yotoq yetib qoladimi?" Qolganda deb buni Xonsaroyda degan mana To'zchangdiki. Xonsaroy berib boqay deb bosam, u rost bakichilikka yug'an qilib darvozaning yarmida qilib Xaybovdan bir es qo'yibdi. O'zining yug'an bir parcha rasmi bor. Aslında Abdulmit Aysa Nahmaydan naqshchilik deb yuz qo'yibdi. Uning tegiga mening rasmimni Shamis adamning Xolda Imom, G'ayrat Ibrohim bilan bizniki ushaq tegi chaplab qo'yibdi. Ammo il Xaybovga qarab, ya ajoyib bir odamning kechlik kepti mendan bor. Vahshiy to'nilib ketmaganda mening bilan. Dedi, 5 kun tulpa urdim, mendan 2 kun qoldi, paylan qildi ishlabadi. "Ya Abdulmit Aysa" desam, dedi. "Ya adaş bir yan 2 kun qoldi. Bugun chislaq 5 ayat 6 uygulik boshlaysa adaş. Bu paylan qilgan bir paylanni bilib oldim deyman." Paylan qilgan ishlabadi adashsam. "Paylan ketamda bizga. Shu kunil o'ynaymiz biz. Sen o'zing qo'rqyapsan degina sen. Jiddiylashib, tutama kechilikni." Hürmetli aziz tomoshabinlar, bizning Milyar Sahnasi programmamizning faizdarligini olgan o'rin Xinjiang Abida şirketi. Alayda hamkorlashgan o'rin Baray tamoq yetkazish supsi. Qo'llagan o'rin Faxriy So'chak şirketi. Milyar Sahnasi Ro'zaxonning ko'ngil cho'g'isi.